alayhi va sallam 3 narsaga qasam ichib aytaman degan ekanlar. 3 narsani sizlarga gapiraman, sizlar shu 3 ta narsani men qasam ichib aytayotgan narsani ehtiyot qilib saqlab qolinglar. Birinchisi, banda qilgan ehson sadaqotlari bilan moli kamaymaydi. Men qasam ichib aytaman deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qilgan ehsoniga sadaqasini berayotgan bo'lsa, bergan ehsoni kamayib qolmasligiga men qasam ichaman deyaptilar. E'tibor beringlar. Demak, oilaga, bola chaqaga, qavmi qarindoshga inson hadiya ehson qilayotgan bo'lsa, meni pulim tugab qolyapti demasin, tugamaydi ekan. Ikkinchisi, bir bandaga birov zulm qilgan bo'lsa, zulm qilingan bo'lsa bandaga, shu qilayotgan zulmiga banda sabr qiladigan bo'lsa, Alloh jalla va alo sabri tufayli unga azizlikni Alloh ziyoda qiladi.